Hammaga salom bolalar. Men sizlar bilan Almazov va bugun biza hardcore выживание qilamiz. Bu mening birinchi выживанием emas va unchalik ham yomon o'yin ham bo'lganidan xursandman. Va video umid qilamanki qiziq bo'ladi va oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu men uchun juda ham muhim. Mana men toshgacha kuchaydim. Endi normalniy yo'l topib binoga ketishim kerak. To'g'risini aytsam umuman yoqmayapti. Mana bu shaxtani qaranglar. Bu paytda bu juda ham katta ekan. Bu yerga kirishni to'xtatsam aqlim yetmayapti. Va mana men o'zimga yashash uchun zo'r joy topdim va bu yerga aslan man bo'ldi, boshqa muammoim yo'q. Yotoq bu yerga qo'yilsa Verstak va ichgan olamiz bu yerga va sekin-astalik bilan shaxtaga tushishimiz mumkin. Menimcha anig'ini bilmayman. Qiynalmayman degan umidam yo'q. Voy jin ursin. Mening jonim qancha qochib qolish kerak. Albatta bu xavfli edi. Ben gördüm, ikkinchi marta o'lishni istamayman. Tabiydagi barcha ko'mirlarni olib ketaman. Umuman uncha yaxshi joyga o'xshab ko'rinmayapti. Yashasam aniq emas. Ammo bu yerda temir bormidi, ana shunga o'xshash narsa ko'rgandim. Temir borga o'xshayapti. Ammo temir menimcha temir ekan. Bittasini olib qochaman. Bittasi yetadi. Voy zombi. Bittasini olib qoch. Bolalar to'g'ri tushinglar, qo'rqoq emasman shu postda. Ikkinchi marta o'lish og'ir bo'ladida, ikkinchi emas, anrog'i to'rtinchi marta o'lish. Xullas, yonib o'lish hammang. Men bolalar mana men hozircha shit, daraxt, mana bunaqa ko'ka. Xullas, endi hamma narsani yig'ishtirib chiqa olamiz shaxtadan. Qanamsam, let's go. O'ylashimcha bu yerdan teshish eng to'g'ri qaror. Menimcha eng to'g'ri qaror, ammo menimcha deganim. Xullas, o'tgan safargidek tushib ketmasam bo'ldi. Bo'ldi, tushsam bo'laveradi. Bemalol. Bu safar shit bilaman shuni ozroq yoritamiz. Voy, meni urma. Menga Yuta yordam ber. Bolalar, mana men keldim. Voy, skelet. Isqar mendan boy ekan, lekin oltin aslasi bor. Yuto, yana yordamingiz kerak. Hammalarga uzr, ammo mana shu edit menga juda ham yoqdi. Shuning uchun juda ham ko'p qo'yib yuborgan bo'lish ehtimolim bor. Xullas, ko'p qo'yib yubordim, uzr. Menga yoqqanida ana shuning uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Va bolalar, yana men ba'zidaman. Mana men hozir ba'zan ko'rinishi bu yoqda pishyapti. Bu yoqda bo'lsa birinchi yasagan kirkam. Birinchi bo'lib yasagan kirk. Voy zombi. Yanami? Bu safar ham YouTube'ga qo'yib qo'yaymi? Asabiylar bu safar. Yo'q, hazillashdim, bu safar qo'ymadim YouTube'ga. To'xtanglar, men buni bitta qilsa bo'ladimi? Shapkam butun qolardim. Yes, bitta qilsa bo'lar ekan. Xullas,
Endi ozroq kuchayib shaxtaga tushaman va bo'ldi. Va bolalar men polniy misman, anrog'i boshim mayli g'oz misli narsalarga ega bo'ldim. Va temir yig'ishim kerak endi. Endi shaxtadan barcha temirlarni shipirib chiqamiz. Va bo'ldi. Va men xullas kamera yoqish esimdan chiqdi va men paqira solib oldim. Bo'ldi, endi konga tushamiz. Normal qo'ysa biroz udobniyroq. Nima qildim bunga? Nima qildim men? Va bolalar, afsuski video shu joyda tugaydi. Mayli. Hammaga video kuzatganlar uchun rahmat. Umid qilamanki, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Barchaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Almazuz.